O'zbekistonda dollar kursi yana tushdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 19-martda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 7,71 so'mga pastlab 12.935,68 so'm etib belgilandi. Yevro kursi esa 56,27 so'mga ko'tarilib, 14.164,57 so'm bo'ldi. Rubl kursi esa 5,10 so'mga oshib, 158,80 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi 9,81 so'mga pastlab, 12.943,39 so'm bo'lgan edi. Yevro ham oshib, rubl pastlagan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.